hamkasbim gapirganlar o'sha paytda 60 yoshda edilar. Hozir endi 70 ga qarab bordilar. Yaxshi oilada tug'ilgan, yaxshi sohani o'qigan, yaxshi institutni bitirgan, magistraturalarni bitirgan, akasi kimsan palonchi vazir bo'lgan, unga bir katta bir texnikumni direktorligini bergan, 30 yoshga chiqyapti, direktor bo'lyapti, 10 yil, 12 yil ishlayapti, 40 ga chiqyapti. Unga tegmayapti, bunga tegmayapti, bunga tegishni xohlamayapti, tanlayapti, 40 dan oshgandan keyin ajrashgandan, xotini o'lgandan kelishni boshlayapti. Bu ajrashgan ekan, bu xotini o'lgan ekan deb akani bolalarini qo'lida qolib ketyapti. Shu gapni menga gapirganlarida 60 yoshda edi. Bir to'yda o'tiribmiz. To'yda o'sha kelin kuyovni ko'rib, menga gapirgan gaplari mana shularga o'xshab qaror qabul qilishimga menga hech kim yordam bermagan. Men noto'g'ri qaror qabul qildim. Men ilm orqasidan quvdim, karyerani orqasidan quvdim. Maktab kollej direktori bo'ldim men dedim. Kimsan palonchini singlisiman deb yurdim. Sharoitim o'zim uchun hamma narsa. Men juda ham qattiq afsusdaman. Men bu dunyoda farzand ko'rmasdan to'g'ri, meni sharoitim zo'r. Akamning bolalari ammajon deydi, lekin ular meni onajon demaydi. Akamning bolalari yaxshi, lekin ular meni ertaga yuvishga kirganida meni farzandim bo'lib kira olmaydi yonimga. Bu dahshat gap. Siz shu gapni shunaqa tushuntiringki dedilar. Erga tegmayman, oila unaqa ekan, bunaqa ekan degan qizlarga shunaqa meni gapimni ayting dedi. Oila qursin.